Assalomu alaykum hurmatli kabutar ishqibozlari. Bugun mana sizlarga o'zbek kaptarlarimizdan Andijon zot kaptarlaridan bir jup chinni kaptarimizni ko'rsatib o'tmoqchiman. Bularni oqdum chinni deb qo'yadi. Mana kaptarlarda chinnilarda rangiga, mana qanotidagi guliga, abrezlariga bir qator mana e'tibor berishimiz mumkin. Bu zotlarimiz ham berigi tasmalariga o'xshab juda oz qolgan, yo'qolib ketayotgan zot. Shularning ustidan ishlayapman. Mana hozir bulardan bir jup qildim. Tepada yana bitta moda bor. Endi hozircha nor topganim yo'q. Yaxshiroq o'ziga yarasha nor. Добрый день, господа голубоводы. Сегодня я вам хочу показать из узбекских голубей андижанская линия, пара чинный белохвостый. Пожалуйста, вот можете обратить внимание на цвет голубей, на обрез. Их тоже у нас сейчас чинны осталось мало. Есть, но такого цвета с правильным обрезом мало осталось. Сейчас я работаю над восстановлением этих голубей. У меня есть еще одна самочка, такого же, чуть размером чуть побольше, но самца я для нее еще не нашел. Пожалуйста, обратите внимание на цвет голубей. Чинны вот такого цвета должно быть. Не светлый, а вот немножко темноватый, бордового, как называется, бычья кровь. Chinnilarimiz rangi shunaqa bo'lishi kerak, och bo'lishi kerak emas. Qizil hakkadan farqi bo'lishi kerak chinnilarimiz rangi bizda mana bilamiz bычий кровь deb qo'yadi. Shunaqa rangda bo'lishi kerak chinnilarimiz. Gullariga ham e'tibor berishimiz kerak. Gullari ko'p bo'lishi kerak emas. Abrezlari ham to'g'ri bo'lishi kerak. Abrezi qizil hakkaga o'xshagan bo'ladi. Uni rangi qizil hakkadan ancha farq qiladi. Qanotlarida guli bo'lishi kerak. Guli ham bunaqa ko'p bo'lishi kerak emas. Oq ko'p bo'lishi kerak emas. Hozircha ko'palik chinnilarimiz qizil hakkalarga urishib boryapti. Qizil hakka yo qizil toshlarga urib boryapti. Qizil toshga urganimiz oq ko'payib ketadi. Qizil toshlarda ham aynatyapmiz orqasidagi, faqat yelkasida guli bilan chiqyapti qizil toshlarimiz. Qizil hakkalarda ham yo'q, berlari gul berib boryapti. Chinni kaplarda alohida ushlash kerak, alohida urish kerak bir-biriga. Boshqa qizil tosh, qizil hakkalarga urilmaydi. Rangi ham ayniydi kaptarlarda, guli ham yo'qolib ketadi. Qizil toshlarda ham gulini aynatamiz. Qizil hakkalarga gul berib qo'yadi qanotiga. Shu seleksiya qilayotganimizda ehtiyot bo'lishimiz kerak. Мы должны быть очень осторожными, когда занимаемся селекцией. Мы не должны их порвать с кызылтош или кызылхакке. Вследствие неправильной поровки очень многие голуби у нас пропадают. Seleksiyani yaxshi tushunmagan kabutarvozlar uyatmasdan, xijolat bo'lmasdan yaxshi seleksionerlarga murojaat qilinglar. Kaptarlarda aytib borishimiz kerak emas. Голубоводы, которые не так уж хорошо понимают селекции, не стесняясь, обращайтесь к селекционерам. Мы не должны испортить голубей в селекции неправильной поровки. Rahmat hammalarga e'tibor uchun. Спасибо всем за внимание. До свидания. До следующих встреч.
Kallalariga e'tibor beringlar kaptarlarni. Peshonasi kuchaygan bo'lishi kerak emas.